ichini ko'rsating. İchiga mana bunaqa bo'ladi. Mana bu gaykalar yechilib ketmasligi uchun mana bu yerda nimalari bor, stoperlari bor, prujinalari bor. Ko'tarib qo'yish mumkin. Yangi material bular. Ularni test qilib ishlatib ko'rsatamiz bu yerga kelgan klientlarga. Men shundan ko'rsataman. Bu kattasi bu, katta varianti bu. Parametrlari o'z bu yerda yozilgan bo'ladi. 4 kilovatli motor. Buni ichida balonlari bor. Mana bundan tashqari mana bu noshkan oyoqni uchiga qo'yadigan 3 ta plastmasasi bor. Maxavigli. Mana yerdan ko'rsating. Mana qalinligi. Ko'rasizmi? Monotoglari bor o'zini. Bu balansirovkalari qilingan. Ya'niki balansirovka deganda kafelni ustiga qo'yib qo'ysangiz ham tekis ishlaydi. Hech qanaqa qaltirash, zirillash unaqa narsalar yo'q. Kam tokda ishlaydi bu. Endi nima qilamiz? Mana motorni ko'rsating. Bunaqa motor O'zbekistonda bitta. Mana bunaqa kabelni ko'rasiz, qalinligini. Tok datchigi bor. Zajimli, ochish, yopishda oson. 4 xil setkasi bor, o setkasini ko'rsin. Mana avtomati. Bu avtomat yomg'irda qolib ketsa ham tashqarida, bu drabilkamiz endi ko'pchilik tashqarida ishlatadi. Avtomatiga suv kirmaydi. Hech qanaqa zarari yo'q. Yomg'irda ham qoldiravering. Setkalari qani buni? Setkasi yo'q o'g'lim. Xo'p, mayli, buni setkasi yo'q ekan, mana setkasi borini ko'rsatib beraman. Luboy mana masalan ochib. Muammo yo'q. Mana 4 xil setkasi. Shu ko'rinishda qabul qilib olasiz. Bizda bundan hammasi mana ko'rib oling. Hammasi mana shunaqa. Motorlari mana shunaqa. Hammasi turuvchi, yangi dizayn, kam tokda ishlaydi. 170, 160 da ham ishlaydi. Endi natija o'shanga yarasha bo'ladi. Endi 160 yo'q-ku mana. Lekin 220 kamdan kam. Bo'ldi, o'chiring.